viloyat Zarafshon gazetasida faoliyat ko'rsatyapman. Birinchi ko'z ochgan vaqtimiz birdan shukrona aytamiz. Sizni shu sohaga olib kelgan kim? Shoir tabiat bo'lishimizga yoki ilmga qiziqishimga katta onamda o'sha xizmati katta bo'lgan. Adabiyotga oshno bo'lib ulg'aydik. She'riyat bir dard. Har bitta she'r bu bir tarix. Qanday turdagi insonlarni yomon ko'rasiz? Yolg'onchi odamlar. Yolg'on dinimizda ham qoralanadi-ku. Al-kazzobul ummati. Yolg'onchi mening ummatim emas. Shunday holatlar bo'ladiki, ichingdagini birovga chiqara olmaysan. Ichingda qolsa o'zingni yeb tamom qiladi. Ko'ngil baribir dastlab yaralgan joyiga qarab intilaveradi. Hayoti silliq, hech narsadan muammosi yo'q odam asling bahs bo'ladi. Issiq bor joyda sovuq bor, yaxshi bor joyda yomon bor. Kitob o'qigan odam nimadir oladi. Bolalarimizni borki, matbuotga olib kirish kerak. Bobolarimiz qanday muraqabaga tushgan, meditatsiyasi qanday bo'lgan deb shu narsalarga qiziqqanman. Lug'at tarkibida zerikish degan so'z o'zi. Falonchaga shuncha million jarima qo'llandi, daraxt kesgani uchun. Bitta daraxtni shu yoshga yetishi uchun necha yil kerak? Bir yigit umri ketadi. Oxirgi marta qachon kitob o'qigansiz? Ozgina narsa o'qib, ichki tahoratga kiradi o'sha. Kitob o'qib bolam, men senga o'qiganing uchun mashina beraman deyish darajasiga tushdikmi? Biz endi shu vaqtgacha dunyodan o'rgandik. Endi dunyo bizdan o'rgansin. Nimaga o'zbek ta'lim tizimining milliy modeli kun tartibga ko'tarilmayapti? Ajdodlarimiz yomon o'qitganmi yoki o'sha kinoda ko'rsatgandek bitta xivich bilan urib o'qitganmi? Nega endi shunday bo'lganlar qolib turib biz boshqarib olishimiz kerak?